million pullarni ketkazib nima qilgandan ko'ra mana shu Yoqubjon akadan men shifo topdim. Arzimagan pulga. Men Norin tumanidan Davron va Saodatxon, sizdan davo topib rahmat aytgani keldim. Sog' bo'ling. Bundan o'sha 10-15 yil oldin shu onkologik kasalligi bilan mana shu kishiga murojaat qildim. Juda tushkunlikka tushib qolgan edim. Bularni eshitib, men bulardan tabiiy giyohlardan dorilar olib, ichib, Xudoga shukr shifo topdim. Yaqinda esa menda kattaroq holim bor edi. Menga e'tibor bermay yurgan edim. Lekin u narsa o'sib, karam guludaqa rivojlanib, shunaqa bo'lib, yong'oqdan katta bo'lib, tuxumdan kichikroq bo'lib, shunaqangi tushkunlikka tushib qoldim. Nimaga borayin desam, ximioterapiyalar olishga qo'rqdimda, yana shu mana shu Yoqubjon akaga murojaat qildim. Ular meni ko'rib, o'sha dori-darmonlar berdi ichishga, keyin o'zlari tayyorlagan surtma dorilar berdi. Shu bilan Xudoga shukr, mana shu bir oy ichida shu narsa o'z-o'zidan qurib, yo'qolib, ildizi bilan yo'qolib ketdi. Men minnatdorman, mana shu Yoqubjon akadan minnatdorman, rahmat aytgani keldim. Mana shu tabiblarni hammasidan minnatdorman. Mana shunday tabiblar ko'paysin. O'zbekiston Milliy assotsiatsiyasiga rahmat.